Sağlamsız rəqabət və uni bir tərəf qilish. Rəqabət degan nima? Rəqabət ikki yoki uningdan ortiq odam yoki guruhining ma'lum bir ishda eng yaxshi bo'lish yoki o'xshash bir nishonga eng burun yetish uchun ko'rsatgan tirishchanlikdir. U yana cheklik boyliqqa ega bo'lish uchun tirishayotgan shaxslar, jonliqlar yoki guruhlar o'rtasidagi kuch sinashdir. O'xshamagan kasb yoki sohadagi raqobatning konkret misollari. Birinchi, shaxslar yoki shirkatlar orasidagi savdo raqobati. Savdo raqobatining 3 xil shakli bor bo'lib, ular bevosita, vositalik va yoshirin raqobat. Ikkinchi, tabiatda jonliqlar orasida bevosita yoki vositalik o'zaro ta'sir ko'rsatib, cheklik boyliqdan o'rtaq bahralanish sababidan o'zining moslashuvchanligini o'zgartirishi. Uchinchi, tana harakat va har xil musobaqalarda oltin medal yoki birinchilikni talashishi. To'rtinchi, turmushda kishilarning o'zlarini atrofdagi boshqa kishilar bilan solishtirib, o'zini yaxshilash yoki boshqalardan eshib ketishga urinishi. Sog'lomsiz raqobat. Sog'lom bo'lmagan raqobat insonlarning boshqalar bilan raqobatlashish jarayonida passiv psixika va qilmish paydo qiladigan raqobat bo'lib, u qarshi tarafga, hatto raqobatlash kuchining o'ziga ziyon olib kelishi mumkin. Bu xil raqobat hamisha muvofiq doiradan xalqib, insonlar orasida besim, to'qinish yoki foydasiz oqibatlarni keltirib chiqaradi. Sog'lomsiz raqobatning konkret alohidaliklari. Birinchi, haddidan ziyoda silishtirish. Boshqalarning natijasi, kiyinishi, tashqi qiyofati, turmush saviyasi qatorliqlarga doim diqqat qilish va o'zining ahvoli bilan ziyoda silishtirish. Ikkinchi, chidamaslik va hasadxo'rlik. Boshqalarning muvaffaqiyatidan rohatsizlik his qilish, hatto boshqalarning mag'lub bo'lishini orzu qilish va u orqali o'zini alohida ko'rsatish. Uchinchi, mag'lubiyatdan ziyoda qo'rqish. Boshqalardan orqada qilish yoki boshqalarning o'zidan eshib ketishdan qo'rqish, shu sababdan yangi ishlarni sinab beqish yoki xatarga tavakkul qilmaslik. To'rtinchi, boshqalarning bahosiga ziyoda ahamiyat berish. Boshqalarning e'tirof qilishiga haddidan ziyoda ahamiyat berish va raqobat natijasini o'zining insoniy qimmati bilan butunlay bog'lab olish. 5. Vosita tanlamaslik. Yolg'on so'zlash, boshqalarni tushirish va ostirdan qasd qilish orqali raqobatda g'alaba qilishga urinish. Sog'lomsiz raqobatning o'rtaq ifodalari. Birinchi, yomon sifatlik raqobat. Raqobatda o'tish uchun vosita tanlamaslik, masalan, raqobatchisi to'g'risida fitna fasod tarqatish, kasbdoshlarini chetga qeqish. Ikkinchi, passiv qarshilashish. Boshqalarga teng kelolmaydiganligini bilgandan keyin tirishchanlikdan voz kechish, hatto raqobatchisiga passiv qarshilik qilish. Masalan, men uningdek tirishgan bo'lsam, uningdan necha hassa yaxshi qilardim deyish. Uchinchi, o'z-o'zini ziyoda xo'ritish. Boshqalarning nima qilayotganligiga ziyoda diqqat qilish va boshqalar bilan raqobatlashishga ko'plagan energiya sarf qilganlik uchun o'zini taraqqiy qildirishga yetarlik ahamiyat berolmaslik. To'rtinchi, ruhiy holatidagi tengpungsizlik. Raqobat sababidan ziyoda ruhiy besim, tashvishlanish, tushkunlashish va o'zini tuvan ko'rish qatorliq psixikalik masalalar kelib chiqish. Sog'lomsiz raqobatning ziyni. Birinchi, izchil davomlashgan ruhiy besim jismoniy va ruhiy sog'lomlikqa ta'sir ko'rsatib, tashvishlanish, uxlay olmaslik, hatto jismoniy kasalliklarni keltirib chiqaradi. Ikkinchi, mag'lubiyatni qabul qilg'ili bo'lmaydigan zarba deb qarab, bara-bara o'ziga bo'lgan ishonchni yo'qotadi. Uchinchi, kishilik munosabat ziyonga uchraydi. Ixtilof, to'qinish, yotlashish, hatto razil voqealar yuz berishi mumkin. To'rtinchi, adolatsiz qilmish va sog'lomsiz raqobat boshqalarning huquqiy va manfaatiga ziyon yetkazadi. 5. Ijtimoiy jamiyat va cho'ng muhitga passiv ta'sir ko'rsatadi. 6.
ko'pchilikning o'zaro hamkorlashish kayfiyati buzilib, o'rtaq nishonning amalga oshishiga to'salg'i bo'ladi. 7. Sog'lomsiz raqobat madaniyati tarqalib, texmi ko'p kishilar ichki talash tortishga kirib qilishi mumkin. Sog'lom raqobat bilan sog'lomsiz raqobat orasidagi farqlar. Sog'lom raqobat 1. O'zini taraqqiy qildirishga ahamiyat beradi. 2. Mag'lubiyatni qabul qiladi va uningdan o'rganadi. 3. Hamkorlik va raqobat teng mavjud bo'ladi. 4. Qoida va axloqqa rioya qiladi. 5. Aktiv harakatlantirish kuchini qo'zg'aydi. 6. Har ikki taraf o'rtaq taraqqiy qilishi va ro'naq tepishi mumkin. Sog'lomsiz raqobatda kishilar 1. Boshqalarning ifodasiga ziyoda diqqat qiladi. 2. Mag'lub bo'lishdan ziyoda qo'rqadi yoki mag'lubiyatni rad qiladi. 3. Boshqalarni yolg'iz qoldirishga yoki boshqalarga dushmanlik qilishga urinadi. 4. Raqobatda o'tish uchun vosita tanlamaydi. 5. Bisim, hasad va to'qinish keltirib chiqardi. 6. Oxirida har ikki taraf ziyon tortishi, hatto mag'lub yoki vayron bo'lishi mumkin. Sog'lomsiz raqobat psixikasini bartaraf qilish va uningdan saqlanish uchun qanday qilish kerak? 1. O'zimizni tunish va o'zimizdan raqobat qilishning sababini so'rab beqishimiz kerak. U mag'lubiyatdan qo'rqishmi, boshqalarning e'tirof qilishiga erishishmi yoki o'zimizga bo'lgan ishonchsizlikmi? Raqobatlashishning sababini tunib yetish masalaning manbasini aniqlashga yordam beradi. 2. Agar o'zimizda sog'lomsiz raqobat psixikasi bo'lsa, uni e'tirof qilishimiz kerak. Biz inson ekanmiz, undaq yoki mundaq sog'lom bo'lmagan his-tuyg'ular bo'ladi. Uni e'tirof qilish, o'zimizni bak ayblamay, uningga aktiv muomala qilish, masalani hal qilishda bak muhim. 3. Ruhiy holatimizni tengshash. Zihnimizni boshqalar bilan silishtirishdan o'zimizni taraqqiy qildirishga yo'tkab, men nimalarni texmi yaxshi qila olaman deb o'zimizdan so'rab beqishimiz kerak. 4. Boshqalarga hurmat qilishni bilishimiz kerak. Boshqalarning muvaffaqiyatini tahdid emas, balki bizga turtki bo'ladigan ilhom deb qarashimiz, ularning ortiqchiligini o'rganish, tirishchanligiga hurmat qilish va uni qadrlash kerak. 5. Hamkorlik engini yetildirish kerak. Raqobatni hamkorlikqa aylantirib, birlikda texmi cho'ng nishonga yetish, bir to'plamning o'rtaq taraqqiy qilishi va gullanishi uchun bak muhim. 6. Muvaffaq nishon belgilash kerak. O'zimizni zarur bo'lmagan yuqori besimliq muhitga silishdan saqlanishimiz ham shundaqla o'zimizning qobiliyati va qiziqishimizga asosan nishonni aniq belgilashimiz kerak. 7. Hamma odamning o'ziga tushliq ojizligi va ortiqchiligi borligini, hamma ishda boshqalardan ustun turishning mumkin emasligini tunib yetib, energiyani ortiqchiligi bor tarafga markazlashtirish kerak. 8. İchki harakatlantiruvchi kuch yetildirish. O'z qimmatini yaratishga ahamiyat berish va har bir odam o'zidan bu men uchun zodi nimadan derak berdi deb so'rab beqish. Boshqalarning qanday qarashidan ziyoda andish qilmaslik yoki boshqalarning qanday qarashiga bak diqqat qilib ketishdan saqlanish hamda diqqatni o'zining nishoniga markazlashtirish kerak. 9. Qilmishni o'zgartirish. Salbiy silishtirishni to'xtatib, boshqalarning muvaffaqiyatlariga, bo'libmi ijtimoiy taratqularda ko'rgan natijalarga ziyoda diqqat qilishdan saqlanish kerak. 10. Sog'lom odatni yetildirish. Badan chiniqtirish, sayohat qilish va ko'ngil etish orqali besimni pasaytib, ruhiy tangpunlikni saqlash. 11. Zarur bo'lganda mutaxassislardan yordam so'rash. Agar sog'lomsiz raqobat hayot yoki xizmatga ko'rinarli salbiy ta'sir ko'rsatgan bo'lsa, psixika maslahatchisidan kasbiy yordam so'rash kerak. Qisqasi, sog'lomsiz raqobat insonlarning muvaffaqiyat va mag'lubiyatni xato tunishi, qizg'anchiqlik va hasadxo'rlik psixikasi, boshqalar bilan silishtirish va boshqalarning bahosiga haddidan ziyoda e'tibor berish qatorliq sabablardan kelib chiqadigan bo'lib,
u bir toplumning o'rtaq taraqqiy qilishi va gullanishiga zo'r darajada to'sqinliklar olib keladi. Muvaffaqiyat va mag'lubiyatga bo'lgan tonish va tafakkurni o'zgartirib, raqobatni oddiyla yengilish deb qaramay, uni taraqqiyotni ilgari surish va o'zimizni qo'zg'atishning quroli deb qarash, sog'lomsiz raqobat psixikasi va qilmishlardan yiroq turishimizga yordam bera oladi. Biz o'zimizni tonish, ruhiy holatimizni tangshash va aktiv harakat qilish orqali sog'lomsiz raqobat psixikasidan asta-asta qutulib, raqobatni bizning natija qozonishimizdagi sog'lom va aktiv harakatlantirish kuchiga aylantira olamiz.